Rustam akam shu yerda, bizning Safol osh markazimizda xush kelibsiz akajon. Joniy zamon bo'lsin. Rustam akam bilsalaringiz, azaldan biz birga aka-uka bo'lib shu bizneslarimizni boshlab, mana Allohga shukr, Rustam akam ham hozir katta restorator bo'lib ketgan. O'zbekistonga borib 4 ta biznes ochib keldingiz, ey. Chayxona, xonim fresh, xon kabob. Lekin siz ham yomon ketyapsiz. Bu уже 3-sini ochdingiz. Safol osh markazi, yaqinda Safol restorani Samarqandda ochiladi. Samarqanddagi bu ham Safol bo'ladi. Safol restoran bo'ladi. Restoranda nomi Safol bo'ladi. Xudo xohlasa. Qachon ochiladi taxminan? Bahorda bo'lsa kerak. O'zbekistonda oson emas ekan. Bu Rossiyada biz 15 kunda 20 kunda restoran ochib tashlaymiz. O'zbekistonda oson emas. Lekin somsa bomba ekan. Somsaga nima deysiz? Hakanskiy somsa bu. Реально. Честный. Кайфово?